Kunlarning birida, musaffo tongda, tulki o'rmon bo'ylab sayr qilib yurardi. U juda och edi va tamaddi qilishga biror narsa qidirardi. Ayyor qoq tepasida daraxt shoxida o'tirgan qarg'ani ko'rib qoldi. Baxti kulgan qush qayerdandir bir bo'lak pishloq topib olgan va uni tumshug'ida mahkam tutib turardi. Nonushtaga pishloqni juda yaxshi ko'raman-da, deb o'yladi kessa kazzob. Lekin uni qanday qilib qo'lga kiritsam ekan? Shunda u bir hiyla o'ylab topdi. Men bu o'rmon mehmonini gapirtiraman. Hiylagar daraxt tagiga o'tirib xitob qildi. Xayrli tong, ey go'zal mavjudot. Bugun havo naqadar ajoyib, mis qarg'a, shunday emasmi? U shunchaki shubha bilan pastagiga qaradi va hech qanday javob bermadi. Siz naqadar go'zalsiz, dedi tulki. Patlaringiz yarqilaydi, qanotlaringiz esa shunchaki hayratlanarli. Aminmanki siz qushlar qirolichasi bo'lishingiz kerak. Bunday xushomadli so'zlarni eshitgan soddadil qush barcha shubhalarini unutdi va hatto o'zini osmon malikasi deb tasavvur qila boshladi. Bunday ajoyib xonimning ovozi ham juda yoqimli bo'lsa kerak, modomiki uning har bir narsasi shunchalik mukammal ekan. Balki menga bittagina qo'shiq aytib berarsiz? Sariq laganbardorning so'nggi so'zlari qarg'aga ta'sir qildi va u o'zining eng baland qaq ovozini chiqarish uchun tumshug'ini katta ochdi. Pishloq uning og'zidan tushib ketib, to'ppa-to'g'ri ayyorning ochiq qolgan og'ziga tushdi. Mazzali nonushta uchun rahmat, dedi ayyor jonivor shirinlik bilan va yo'lida davom etdi. Kuningiz xayrli o'tsin, mis qarg'a. Ertakning xulosasi shunday. Xushomadgo'yi unga quloq soladiganlar bor ekan, yashayveradi. Ko'proq qo'shiqlar va ertaklarni xohlaysanmi? Bizning bepul Lulla ilovamizni yuklab ol.